Xo'p, akalar, biz hozir aeroport Pulko'da turibmiz. Assalomu alaykum. 20-oktyabr. Aeroportdan nima olib o'tsa mumkin, nima mumkin emas. Qarangizlar, bolta, pichoq, mana bu dubenka bo'ladi-ku, mana bu uradigan, keyin mana bu qo'lga taqadigan temir, o'shalar холодный оружиеga hisoblanadi. Keyin mana bu elektron nimalar bor-ku, sigaret emas-ku, mana bu odamga ursa birdaniga hushdan ketkazadi. O'sha narsalar вообще mumkin emas. Bu aeroport Pulko'ni o'zini qonuni. Bu menimcha hamma nimaga o'tadi, Rossiya territoriyasiga. Buni olib ketish mumkin emas akalar. Endi bunga protokol tuzish mumkin hozir. Ili aytamiz, первый последний раз deymiz, mumkin emas, o'sha narsalar olib kelmasdi. Qaytadan sizlarga har doim yana tushuntirib aytamizki, nima mumkin emas, mumkin emas. Bizni kuzatishda davom etingizlar, Eldorolon savaykasalar. Sizlarga kerakli ma'lumotlarni biz qo'ldan kelgancha yetkazamiz. Biz shu yerda xizmatda. Eldorolon savaykasidan biletlarni olingizlar. Biz tushuntiramiz, nima mumkin emas. Pryamoy nomerlarimiz bor. WhatsApp, Telegramdan murojaat qilib olsangiz bo'ladi.